Pennywise aslida mehribon ota va oqko'ngil masxaraboz bo'lgan. U sirklarda chiqishlar qilib, bolalarga kulgi ulashgan. Bolalar ham Pennywise'ni judayam yaxshi ko'rgan va unga intilgan. Pennywise tomoshalar qo'yib, sirk bilan Derri shahriga kelib qoladi. Derrida bilasizlar, yovuz ruh yashardi. A, U yolg'iz turganda esa yovuz ruh uni oldiga bir bolakay ko'rinishda kelib, yordam so'raydi onasini qutqarishda va uni o'rmonga tortib ketadi. O'rmonda esa nima bo'lgani ko'rsatilmadi, lekin uni topishganida allaqachon u ruh Pennywise'ning ichiga kirib olgandi. Nimaga u ruh Pennywise'ni tanlaydi? O'ziga ta'na qilish uchun, chunki bolalar uni asosiy ozuqasi. Pennywise esa bolalarni yaxshi ko'radi va bolalar ham Pennywise'ni yaxshi ko'radi. Oldinroq nega Pennywise faqat Derrida yashaydi va Derridan chiqib keta olmaydi, shu haqida video qilgandim. Mana shu videoni ustiga bosib ko'rsanglar bo'ladi. Like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar.